Ha, o'shanga hayron bo'lman. Hayvonlarga pasportda nima kerak bor ekan? O'zimizga zo'rg'a olamiz, pasport yo'qotib qo'ysak baloga qolib, shtrafini to'lab. O'zi 4 ta qo'chqorim bor, o'shani ham o'zi tezroq sotib olingmi, nima? Ertaga boshimni qotirib bunga pasport qiling deb shtraf solmasa bo'ldi. Kim? Bo'pti, gaplashamiz. Ha, kevering. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchangsizlar? Rahmat. Bu xonadonda nechta odam yashaydi? Biz pasportlarni tekshiruvdik mahalladamiz. 8 ta odam yashaydi. 8 ta odam. O'sha 8 ta odam pasportini olib chiqing. Shu tekshirib o'tdik. Tushunmadim. Bizani nima hayvonlarga o'xshatib yubordingiz? 8 ta odam. Nima ustimda kulgani keldingizmi? Nima? Men olmasan kulib ko'rsatib qo'yaman. Bani kechiringlar. O'rtasida men bilmay qoldim-da, men hayvondan o'ylab turdim. Pasportinglarni olib chiqinglar, sen hayvonsan deyaptimi deb, asabim buzilib ketdi, ustidan kulyaptimi deb, qo'yib tashladim o'zga. Qattiq urib yubordim. Endi ukam uzr, men bor uzr so'rayman o'rtasida. Kechirishingdan so'rayman. Voy. Qanaqa hayvon? Qanaqa hayvonni pasporti deyapsiz, oka? Menga mahalladan buyurilgan pasportning rejim. Har bir xonadonda nechta propiska turadi, nechta jon yashaydi, o'shani tekshirib kelgin deb buyurilgan. What? Yomon urdingiz lekin aka. Shunda pasport so'rasam, o'zidan o'zi qang'illatib urib tashadi.